Voy, bo'g'im og'riqlaridan davo topamanmikin, tuzalamanmikin, ko'ks artrozni ham davosi bormikin deyotgan yurtdoshlarimiz uchun men bir ajoyib taklif qilmoqchiman. Albatta, men gapirayotgan gaplarni zamirida rezultatlar, natijalar bor. Azizlar, agar sizda ko'ks artroz, bo'g'im og'rig'i, suyaklarda yemirilish, osteoporoz ketayotgan bo'lsa, albatta buni tabiiy usulda davolash usuli bor. Albatta, buning uchun nima qilish kerak? Bu mahsulotlarni olib, iste'mol qilib, natijasini ko'rish kerak. Xuddi shu mahsulotlarni men sizlarga hozir ko'rsataman. 4-tip kollagenlar turkumiga kiradigan mana bu kollagen mahsuloti sizdagi ko'ks artroz kasaliga aynan davo bo'ladi. Albatta, buni bir kurs emas, albatta 3 marta yoki 4 marta ichish kerak. Bo'g'imlardagi og'riqqa barham beruvchi tashqi tomondan mana bu balzamni ham taklif qilaman. Va albatta suyaklarni mustahkamligini oshirish uchun kalsiy hamda D3 mahsulotini agar ichmaydigan bo'lsangiz, sizda yaxshi rezultat chiqmaydi. Azizlar, albatta bitta dorini ichib batamom hamma kasallikni davolash mumkin emas. Albatta bunga har oyda komplekslashgan ozuqa programmalarini berish juda ham yaxshi samara beradi.